Yetmay turibdi. Yangi mashinani ko'tingga tiqibsan, o'rtoq. Salam yaraga tusyapmagi, o'zi odamlarga nima deyman deb turibman, Sardor. Meni o'zlari qilyapti. Labiyada. O'g'lim, oyingdan eshitdim hammasini. O'zingga hech narsa qilmadimi? Shunaqa bo'lib qoldi, deyadi, atidan qilmadim. Erkak kishini boshida hamma narsa bo'ladi, o'g'lim. Hech narsani o'ylama. Ertaga yangisini olib beraman. Xo'p bo'ladi, adi. Rahmat, yaxshi ham bo'lsiz. Rahmat, adi. Sardor, xo'sh, shunaqa xursand bo'lib ketdim, odamlardan qo'rqib turdim. O'ylama o'g'lim, erkak kishida bo'lib turadi. Ertaga yangisini olib beraman dedilar. Otamni boriga shukr o'rtoq. Endi evakuator chaqirib, aytibdi, olib borib tashlaylik mashinani. Bo'ldi. Ya bo'ldi, ani qilaverasan. Sarik, oynalar tonirovka bo'lgancha tanimadingmi og'ayni? Adam ko'yni o'ksmasin deb yangisini olib berdilar. Mashinalar dahshat, o'rtoq, o'zingga olib berdilarmi? Bilasan, odam voy, og'ayni, hali ham mana shu eski Samsung yuribsanmi? Undan ham buni adam menga 16 olib berdi, o'rtoq. Eski 14 ni senga beraman. Duo qilib ishlatib yurasan, mana o'rtoq. Tushunmadim, Sardor. Senga nimadir yoqmayaptimi? Yoki xursand emasmisan yangi mashina olganimdan? Yo'q, o'rtoq, ne unaqa deysan? Sen uchun juda xursandman. Meni telefon uchun alohida rahmat. Bitta joyga borishim kerak edi, yodimdan ko'tarildi. Shunda o'tib kelib, kechga ko'risharmiz. Xo'p. Adajon, mana olamdan o'tganingizga ham 2 yil bo'libdi. Sizsizlikka hech ko'nika bo'lmayapti. Agar yana bir marta sizni ko'rishning imkoni bo'lganda, borimni berib yuborgan bo'lardim. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Amin.